Dasturimiz davom etadi. Qurolga egalik qilish ayrim amerikaliklar nazarida uzviy bir huquq. Bu shaxsiy himoya uchun o'ta zarur talab deydi ular. Lekin bu huquqqa xavf sifatida qaraydigan fuqarolar ham ko'p. Amerika davlat sifatida vujudga kelibdiki, bu nozik bir masala bo'lib qolmoqda. Diqqat, e'tibor, tiranlik, merganlik. Rob Weaver sevimli mashg'ulotini shunday tasvirlaydi. Men uchun orom olishning bir yo'li bu. Qurolni ko'tarib, mo'ljalni olasiz. Fikr-xayolingiz faqat bir nuqtada. Boshqa hech narsaning ahamiyati yo'q. Qurolga egalik qilish huquqimni o'lgunimcha himoya qilaman deydiganlar bor. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan ikkinchi o'zgartirish bu huquqni kafolatlaydi. Ammo qurolni qanday saqlash va yoningizda olib yurmaslikni shtatlarning o'zi belgilaydi. Saylov arafasida Amerikada bu masala yuzasidan bahs-munozara yangilanadi. Amerikada bir kunmas-bir kun omma qo'zg'alishiga imonim komil. Hukumatni ag'darish uchun emas, balki konstitutsiyamiz asoslarini himoya qilish uchun. Qurol egalari Obama ma'muriyatini konstitutsiyani o'zgartirishga urinayotganlikda ayblaydi. Obama senatorlik davrida kuchliroq nazorat tarafdori bo'lgan. Endi u o'sha siyosatni olg'a suradi deya xavotir bildiradi Washingtondagi namoyish qatnashchilari. Amerika jamiyati bu masalada ikkiga bo'lingan. Bu huquq faqat oq tanlilarga tegishli emas. Hamma amerikaliklar huquqi. Bu fuqarolar hukumatning har bir qadamini kuzatib, shunga qarab ovoz berishini aytadi. Konstitutsiya ahamiyatini tushunmaydigan rahbarlar qayta saylanmaydi. Ovoz bermaymiz ularga. Bu huquqini ardoqlovchi amerikaliklar qurolini ko'z-ko'z qiladi. Washingtonga qo'shni Virjiniya shtatida fuqarolar qurolini yonida olib yurish huquqiga ega. Hukumat aralashmagani ma'qul bu ishga. Bilib qo'yishsin, biz kurashamiz. Boshqalar bunday gaplardan g'azabda. Bu Amerika, yoqmasa chiqib keting, qurolingizni ham olib keting. Fuqarolarning qurolga egalik qilish huquqini tan olayotgan nohukumat tashkilotlar qonunlarni kuchaytirishni, ommani ham ogoh qilishni maslahat beradi. Odamlar o'zini, oilasini himoya qilishga haqli, lekin qurollar jinoyatchi, bezorilar qo'liga tushmasligi kerak. Qurol ko'rgazmalarida tekshiruv tizimini kuchaytiraylik. Xaridorning o'tmishi, ruhiy salomatligi muhim. Karolin Pressutsi, Shohrux Hamro, Amerika ovozi televideniyasi.